Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Diqqat, tezkor xabar. Rossiya va O'zbekiston Mudofaa vazirligi uchrashdi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Moskvada Andrey Belousov o'zbekistonlik hamkasbi Shuhrat Xolmuhammedov bilan uchrashdi. Belousov O'zbek SSRning Ulug' Vatan g'alaba qo'shgan hissasini qayd etdi hamda Qizil maydondagi paradda o'zbek harbiylarining ishtirokini muhim deb atadi. Tomonlar 2026-2030 yillarda harbiy sohada Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi strategik sheriklik dasturini amalga oshirish rejasini imzolashdi. Mironov migrantlarga davlat hisobidan uy-joy berilishidan norozi. Deputat Sergey Mironov Rossiya bosh prokurori Igor Krasnov nomiga maktub yo'llab migrantlarga davlat hisobidan uy-joy subsidiyalar va sertifikat berilishining qonuniyligini tekshirishni so'radi. Bu haqda TASS xabar berdi. Rossiya Federatsiyasi fuqarolarning huquq va qonuniy manfaatlarini ta'minlash bo'yicha sababdor shaxslar harakatlari subsidiya va uy-joy sertifikatlarining qonuniyligini tekshirish uchun viloyat prokuraturalariga ko'rsatma berishingizni so'rayman, deyiladi deputat maktubida. Mironovning ta'kidlashicha, so'nggi vaqtlarda yaqinda Rossiya fuqaroligini olgan shaxslar tomonidan uy-joy subsidiyalari va sertifikatlarini noqonuniy olish holatlari ko'paygan. Kechagi migrantlarga davlat byudjeti hisobidan uy-joy berilishi va bu jarayonda mamlakatning muqim aholisi yillab uy-joy sharoitini yaxshilay olmayotgan insonlar chetda qolib ketayotgani xavotirli holatdir, dedi deputat. Uning so'zlariga ko'ra, uy-joy sertifikatlari ajratish mexanizmi yetarlicha ishlab chiqilmagan. Beriladiganlar ro'yxati jamoatchilikdan yashiriladi. Mironov bu sohada jamoatchilik va korrupsiyaga avj olayotganini ta'kidladi.